Qadrli hamkasblar, Nasaf Xorazm uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanining ikkinchi qismiga yuzlanamiz. Unda jamoamiz bosh murabbiyi Ro'ziqul aka Sa'dullayevich ishtirok etadilar. Avvalo Ro'ziqul aka g'alaba bilan tabriklaymiz. Rahmat. Birinchi turni g'alaba bilan boshladik. Marhamat, o'yin haqida fikrlaringiz. Og'ir o'yin, yoqimli g'alaba. O'zi futbolda 1-0 juda ham ajoyib natija, chunki bu 3 ochko olasiz bu bilan. O'yin og'irligi Xorazm jamoasi bilan o'zi o'tgan yil ham biz ancha qiyinchilikka uchragan edik. Lekin men o'ylaymanki, bugun juda ko'plab vaziyat yaratib oldik. Himoyadagi bir ikkita xatolarni hisoblamasak, buni tuzatish kerak bo'ladi. Asosiy qiyin o'yinda 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Bu juda ham yoqimli. Birinchi g'alaba bilan barchani muborakbod etamiz. O'tishim kerak, bu sifatli o'ynashimiz uchun yana ham maydonning holati bundanda yaxshiroq bo'lganda osonroq bo'lardi. Chunki maydonni kecha ham ko'rganimizda bugun og'ir bo'lishini biz bilgandik, buni yigitlarga uqtirgandik. Marhamat, savollar bo'lsa. Shalani bugungi o'yini haqida. Shala muhim golni urdi. Uni men oddiy qilib aytaman, mehnatiga yarasha bugun mukofotlandi. Shala ancha mehnat qildi. O'sha gol urgan vaziyatda ham to'pni oldi, yo'qotdi, yana o'zi to'pni qaytarib olib darvozaga yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Bu bizga muhim 3 ochkoni keltirdi. Bugun biraklar bo'lgandir, lekin umumiy olganda katta hajmdagi ishlar bordi inshaalloh. Butun o'yin mavsum boshlanishidan oldin Nasafdan ko'ra Nasafning homiysi haqida ko'proq gapirishdi. Bugun yangi homiy paydo bo'lganini ko'rdik futbolkalarda. Bundan xabaringiz bormi? Bizning homiyimiz Qashqadaryo bo'ladi. Bizda imkoniyatlarimiz juda ham yuqori. Bugun viloyat hokimimiz Berdialiyev bilan, Murodjon Berdialiyev bilan uchrashuv o'tdi. Bu juda ham yoqimli bo'ldi. Yigitlarning kayfiyatini ko'tardi. Bugungi g'alabaga ham o'z hissasini qo'shdilar. Aytib o'tdilarki, Nasaf jamoasini biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz, e'tiborimizda bo'ladi. Hech narsani o'ylamasdan yigitlarga har bir o'yinga chiqib kurashinglar, muxlislarimizni, xalqimizni xursand qilinglar deb yaxshi tilaklarni bildirdi. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Abduvohid Ne'matovni shu mavsum boshlanishidan oldin taklif etilgani haqidagi Nasafni o'zi boshqa komandalarga taklif etgani haqidagi gap so'zlar bo'ldi. Bu qanchalik rost va bunga munosabatingiz qanday bo'ldi? Bu kimning tashabbusi? Rostligi bu aniq, rost. Nafaqat Abduvohidga, boshqa futbolchilarimizga ham boshqa jamoalar shay bo'lib turdi. Agar bizda vaziyat yaxshi tarafga o'zgarmasa, jamoamizdan ularni qabul qilishdi. Bular bitta vaqt emas, 8-9 o'yinchimizga o'zi nima deyiladi, savchilar tayyor edi. Agar jamoamizda holat yaxshilanmasa, balki boshqa jamoalarga o'tib ketish mumkin. O'sha uchun takliflar hammasi bo'ldi. Ba'zi bir jamoalar o'yinchilarga chiqdi, ba'zi bir murabbiylar o'zimizga murojaat qildi. Agar vaziyat yomon tarafga bo'lsa, shu o'yinchilarni biz ko'rishni istardik degan murojaatlar ham bo'ldi. Lekin vaqt birinchi shartnomasi borligini, shartnomasini oxirigacha bu yerda qolishdi. Barcha futbolchilar ham shunday yo'l tutishdi, qolishdi, qaror qilishdi. Ro'ziqul aka, oxirgi paytlarda Nasaf asosiy o'zi tarbiyalab, maydonda o'zini ko'rsata olgan futbolchilarni shunchaki qo'yib yuboryapti-da. Bu komandada ishlash, futbolchilar bilan ishlashda muammo bormi yo murabbiy tomonidan qandaydir talab kamligi hisobigami? Buni murabbiy hal qilmaydi, jamoaga qolish qolmasligini, chunki klub bilan shartnomasi bo'ladi. Ketgan yigitlarni ko'pchiligini bilasizlar, shartnomasi o'tgan yili tugagan edi. Chempion bo'lganimizdan keyin ham jamoada qolishni istadi. Bu 2025da ham tugagandan keyin mavsum yakunida o'zlari o'z fikrini bildirdi, boshqa jamoaga o'tishdi. Bu narsa jamoamiz bilan ko'p bo'lib turibdi, lekin biz 4 yillik, 5 yillik shartnoma tuzishga jazm qilmayapmiz, imkon tug'ilmayapti. Yoshlarda balki bu narsa bor-u, lekin katta yoshdagi o'yinchilarda ko'pincha 1 yillik shartnomalar tuziladi. O'sha uchun mavsum oxirida kimdir ketishga qaror qilsa, bunga albatta qarshilik ko'rsatilmaymiz. Legionerlar o'tgan mavsumda aytganingiz, legionerlarning aksariyatdan voz kechamiz deb hozir 3 ta legionerni ko'ryapmiz. Demak, bular orasida Shala bugun
imkoniyati darajasida o'ynagan bo'lsa, ikkita legioner xizmatidan deyarli foydalanilmadi. Bu ular bilan shartnoma borligi uchun majburan ushlab turilibdimi yoki rejalaringizda ularni o'ynatish bormi? Yo'q, endi shartnomasi o'zi yozgacha ularni. Biz ular bilan o'sha gaplashganimizda agar boshqa jamoaga o'tsanglar qarshilik ko'rsatmaymiz deb agentlari bilan jamoa izladi-yu, lekin kam o'ynagani uchun ularga ma'qul variantlar chiqmagani uchun o'zlari shunaqa fikr bildirdi, endi qolib jamoaga yordam berishdi. Bo'lgan narsa shu. Mazgavoyni ham chaqirib ko'rdingizmi? Mazgavoy bizni birinchi navbatda bizni qarorimizni kutdi, bizga qaytish juda ham istagan edi. Lekin vaziyat sal bunaqa bo'lib turgani uchun Paxtakor jamoasi uni transferdan sotib oldi, menimcha shunaqa bo'ldi. Lekin Mazgavoy birinchi navbatda Nasaf taklifini oxirigacha kutdi. Demak, kelajakda kelish mumkin. Hamma o'zimiz tarbiyalanuvchiga jamoamizda eshigi ochiq. Bundan oldin ham bo'lgan bunaqa Shunday. transferlar yoki qaytishlar. Buni ham aks etib bo'lmaydi, balki bo'lib qolar. Ro'zg'orga oxirgi kelgan bitta savol. Nasaf uchlikka kira oladimi degan xadik bor. Ko'pchilikda bor. Murabbiy sifatida, mutaxassis sifatida endi o'yinchilarni sizdan yaxshiroq biladigan inson yo'q. Umuman chempionatni sizdan yaxshi biladigan murabbiy yo'q. Uchlikka kira oladimi hozir shu tarkib bilan Nasaf? Yaxshi tarkibimiz bor, men sizlarga bemalol aytib olaman. Tajriba bor, shijoatli yoshlarimiz bor. Endi mavsumni boshi hozir bu haqida xulosa qilish ancha noto'g'ri, chunki agar mavsum o'rtasiga ham qanaqadir o'zgarishlar qilib, jamoani yana ham kuchaytirishimiz mumkin. O'sha uchun bir narsa deyish qiyin. Endi bir tarkib bilan mavsumda qiyin bo'lishi mumkin, lekin jamoa nafaqat 3-o'rin, balki yuqori o'rinlar uchun ham kurashishga yetish mumkin. Lekin zaxira qayerdadir pand berish mumkin. O'sha uchun hali mavsumimiz juda ham uzun. Birinchi davradan keyin nimadir o'zgarishlar bo'lishi mumkin yaxshi tarafga. Lekin hozirgi tarkibimiz ham kurashuvchan jamoa, tajriba ham bor, shijoat ham bor. Asosiysi yigitlarda ishtiyoq yo'qolmasa bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.